Ali roziyallohu anhuga ko'tarib turib qattiq zarba berdi qilishi bilan Alining qo'lidagi qalqoni yorilib ketdi va yumalab ketdi bir necha marta. Turdida Amr ibn Utni atrofida Ali aylanishni boshladi. Shunday bir qattiq jang bo'ldi, qilinayotgan harakatlar, berilayotgan zarbalardan chang ko'tarildi. Bir soat yaqin yerda jang qildi, changda orasida nima bo'layotgani ko'rilmas edi. Musulmonlar ham, mushrik ham ikkala taraf bu ajib muborazani nima bilan yakun topishini kutib, asablari tarang bo'lib turdi. Hech kim hech narsani ko'rmayapti. Shu vaqt chang orasidan Allohu akbar takbir eshitildi. Payg'ambarimiz Allohu akbar dedi, musulmonlar takbir aytdi, changning ichidan Ali roziyallohu anhu g'olib holda chiqib keladi. Ali roziyallohu anhu Amr ibn Utni yer tishlatgan edi. Qarang, Amr ibn Ut bilan birga o'tganlar Amrni o'ldirilganini ko'rgandan keyin Xandaqdan orqaga qarab qochib qolishdi, endi sakrab o'tib ketishdi o'zi tomonga.